Tepadagi qo'shnilaringiz uyingizni suv ostida qoldirdimi? Ushbu holatda emotsiyasiz faqat qonun asosida hal qiling. Avvalambor, rasman suv toshqini holatini qayd eting. Bunda siz ko'p kvartirali uyni boshqarish tashkilotiga murojaat qilgan holda, yoki xalq tili bilan aytganda MCS ga murojaat qilgan holda da'vatni tuzish orqali mazkur holatni rasmiylashtirib qayd etishingiz mumkin bo'ladi. Barcha zarar ko'rgan joylarni suratga oling va videoga oling. Masalan, devor, shift, mebel, maishiy texnika va boshqa vositalar kirishi mumkin. Bundan tashqari zararni mustaqil baholating. Ya'ni sizga yetkazilgan zararning miqdorini aniqlash bo'yicha mustaqil baholash tashkilotiga murojaat qilgan holda yetkazilgan zarar miqdorini aniqlashingiz mumkin bo'ladi va bu keyinchalik sudda yoki boshqa muammoli holatlarda ishlatilishi mumkin. Mazkur muammoni qo'shnilar bilan tinch yo'l orqali hal qiling. Ya'ni agarda ular rozi bo'lsa, ular mazkur zararni qoplab berish bo'yicha, ya'ni kompensatsiya to'lash bo'yicha tilxat yozib berishsin. Agarda keyinchalik qo'shnilaringiz sizga yetkazgan zararni qoplashdan bosh tortsa, siz yuqoridagi barcha rasmiylashtirilgan hujjatlarni ilova qilgan holda fuqarolik sudlariga murojaat qilish orqali sizga yetkazgan zararlaringizni undirib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agarda siz ham mazkur holatlarga duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring va biz sizga tayyor da'vo arizaning namunasini tashlab beramiz. Xayr salomat bo'ling.